Ko'chada ketyapsiz, dardingiz tutib qoldi. Smile Baby'ga to'g'ri kelasiz, bizda hamma narsa bor. Ko'pchilik obunachilarimiz bizlarga savol beryapti. Radomga o'zimiz bilan nimalar olib kelaylik, nimalar kerak deb. Shuning uchun hozir birma-bir sizlarga ko'rsatib boraman. Mana birinchi o'chlikda ro'zalga kiyadigan nachinushkamiz bor. Pampers onamiz uchun, birinchi chaqalog'imiz uchun kiyim, pilyonka, adyal, домашний tapochkamiz, salfetkamiz, bir pachka mana pampersimiz. Ro'zaldan chiqib palataga kelsangiz, mana sochiqlarimiz bor. Vanna sochiq, yuz sochiq, qalin nimamiz, xalatimiz ham bor. Pastellarimiz bor. Hech narsasiz kelishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu sanuzelimiz. Hozir hamma narsani ko'rsataman, lekin eng asosiysi bir narsani sizlarga ilindim. Ko'rsatmasam bo'lmaydi bu narsani. Mana chaqiruv tugmachamiz har xil holatlar bo'lishi mumkin. Mazangiz qolishi mumkin, qon ketishi mumkin. Bu tugmachamizni ezasiz va hamshira yoningizda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana hozir tugmachani bosaman. Bu yoqda signalizatsiyamiz ovozi chiqadi. Hamshira oldingizda darhol bo'ladi. Hattoki mayda detallarga ham e'tibor berganmiz. Keyin uyingizdan olib kelib yurmaysiz, dushdan keyin maza qilib sochingizni qurib olishingiz mumkin. Bu yoqda jidkaya milo, qolgan mana priborlarimiz. Dushdan chiqib bizning brendimiz tushirilgan xalatimizni kiyib yurishingiz mumkin. Ha, aytgancha siz bizning mijozimiz emas, mehmonimiz bo'lasiz. Hamshira qarab boring. Hamshira yordam bering. Deyishingiz shart emas. Biz ham buni o'ylab qo'yganmiz. Yotgan holda mana chaqiruv tugmachasini ezasiz. Ovozini eshityapsizmi? Hamshira yoningizga kelib, o'chirmaguncha bu tugmacha ovozi chiqib turadi. Kelib, bu tugmachani ezadi, ovozi o'chadi va sizga yordam beradi. Yotgan holatda ham hech kimning yordamlarisiz mana xohlagan rejimingizga qo'yib olishingiz mumkin. Xohlasangiz pastroq, xohlasangiz teparoq qilishingiz mumkin. Masalan, vrach sizga oyog'ingizni tepadan qilib yoting desa, uni bosasiz, baland bo'ladi. Pastroq yotaman desangiz, mana ovqatlanish uchun balandroq qilib stolimiz bor, uni qo'yib yeyishingiz mumkin. Mana bu yerda tifal, bokallarimiz, qoshiq, choylarimiz, gul, salfetkalarimiz, xolodilnigimiz, kiyim ilish uchun shkaflarimiz. Xullas, siz bu yerda o'zingizni 5 yulduzli mehmonxonada yotgandek his qilasiz.